Tushimda sariq savuzli o'zbek palovini ko'rdim. Ertalabdan erimni ishga yubordim va o'zbek restoranini izladim. Jizzax samsasini topdim, lekin bormadim. Andijonning oshini topdim, lekin uzoqda ekan bora olmadim va nihoyat Samarqand restoraniga yetib keldim. Stol turganda bittagina karavot bor ekan, o'shanda o'tiraman deb janjal qildim. Bitta odam choy ichib o'tirgan ekan, iltimos turing dedim. Osh kelmasdan oldin u odamdan qolib ketgan ko'k choyni ichib oldim. O'zimga yana bir choynak choy zakaz qildim. Osh, salat, non hammasi birgalikda keldi. Oshda ichida nima bo'lsa hammasini O'zbekistondan olib kelamiz dedi bitta bola. Ha, yeb ko'rchi, keyin ko'ramiz, darrov bilib qo'yaman men dedim. Oshda bitta yeb ko'ruvdim, rostdan ham zo'r bo'pti-da. Xuddi ayam qilgan oshday ekan. O'g'limga oddiy isham esimdan chiqib ketibdi. O'zim shartta yeb tashladim hammasini. Salatni kam olib kelibdi. O'rtasida yana bitta salat aytdim, lekin non yeyish esimdan chiqib ketibdi. Qolgan nonni ro'molimga o'rab sumkamga sovaldim, uyda yeyman deb. Chunki Turkiyada bunaqa non yo'q. Samsalari ham zo'r ekan, issiqqina, lekin qornim to'yib qoldi. Endi chiqib ketayotgandim, xolodilnikda shunaqa o'zbek shirinliklarini ko'rib qoldim. Yana kelaman dedim ichimda. Bu reklama emas qizlar, hattoki Instagramini ham bilmayman. O'zimni pulimga yeb keldim, o'lay ekan. Blogerligimni ham aytmadim. Bor yo'q 88 ming so'm. Va nihoyat uyga kelib oldim. Meni qornim to'q-ku, lekin erimga ovqat qilishim kerak. Idish tovoq yuvay desam, oshxonadan suv ketmay qoldi. Shoshmay tur seni dedim. 2 litr suv qaynatdim va bavidan 2 qoshiq to'kdim. Bavini ustidan qaynoq suv to'kib yubordim. Pitalib qolgan joyda ochilib ketdi. Bu yerda nima bor ekan deb atverka bilan bitta ochib ko'rsam, hamma ovqat qoldiqlari kirib joylashib olibdi. Shu sas yetgan ekanda oshxonada. Bu videoni storiyamga qo'ysam, turk xotinlari 100 lira turadi, almashtirsangiz bo'lmaydimi deydi. Ko'rdimi 100 lira turaymish. 100 lira pul emasmi deb bavi bilan yuvib tashladim. Meni yangiday bo'ldi. 15 minutdan vaqtim ketmadi. Qaynonam ham, erim ham rahmat aytmasa ham, zato o'zim mazza qilaman. Erimga turkcha ovqat qilgandim. U ham tayyor bo'ldi. Endi kirlarni yaxshilab qatlab qo'yamiz. Tomosha qilib turing, o'rganib olasiz. Sochimga bodom moyi surtgandim. Sochimga qaramang, lekin 15 minutdan keyin yuvib tashlayman. Sochoqlaringizni, ko'rpa, adyol, kiyimlaringizni, futbolka, hamma narsani shunaqa qilib taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Ochilib ketmaydi, o'tigi buzilmaydi, ham shkafda chiroyli turadi. Bizda soat 11 bo'ldi. Xayrli tun qizlar. Endi men uxlayman. Iltimos kommentariyaga shunaqa videolar davomi kelsin deb yozib keting. Erinchoq bo'lib qolyapman agar.